Selam. Sizning bilan bugun biz qarayacakbız. Top 5 tatar. Türlü ayberler bo'yicha. Jirchilarmalar, narsalarmalar, barisi. Boshlaymiz shu jirchilardan. Top 5 jirchi. Zila Sungatulina. Belki. Aydar G'alimov 4-o'rinda. Mana buni bilam. Ana mana shunday tovushi qiziq. İlham Shakirov. Folk jirchisi legendar. Rinat Ibragimov 2-o'rin. 1-o'rinda Salovat Fathidinov. U balki eng popularidir endi. Salqinchey. Third class. You know what? Min jırlı bilmiyorum şuna göre. Minsiz. Hazır biz qarayacakbız eng 5 motor shiber tatarlar var. 5-o'rinda bizning Min. Yara. 5-o'rinda Elmira Kalimulina. Bilmiyorum kim o. 4-o'rinda Zilfiya Shinshanxanlo. Bu qozoq bu ham men bilmayman uni o'qirga. ChatGPT menda inglizcha yoza shunga ko'ra ала bilmayman o'qirga. Men bilmayman. 5-o'rin Gulnara Karimova. Bilmayman kim o. Ham 1-o'rinda Irina Shayx. Irina Shayx u endi Full last name. Shayx Islamova. Menda shunday slave'lar atlayman. 5 eng populyar tatar. Mana kim bo'la olar ekan u? 5-o'rinda men endi. Yara. Bulda. 5-o'rinda Rinat Ahmetov. U Ukrainadagi milliarder, lekin men bilmayman u Qrim tatarimi ekan yo bizning tatar. Salovat Fathidinov 4-o'rinda, chunki u pop muzikaning eng qozongani endi. Ondan so'ng 3-o'rinda Musa Jalil. Balki Abdulla Tuxaydadir. 2-o'rinda Su. Chunki u Евровидениеda 2-o'rin oldi, shunga ko'radir. U rekord Recession. Ondan so'ng 1-o'rinda Irina Shayx. Ronaldo bilan bo'lg'ash birga 1-o'rinda bo'larsinda. Kim bilaymi? Top 5 influencer tatar ilgari vaqt bo'yicha u Shihabuddin Marjani 5-o'rin. U tarixchi bo'ldi. U onun Qozonda Marjani aybri masjidida bor. Ondan so'ng 4-o'rinda Siyimbekani 1-o'ringa qo'yib bular u big darajali u tatar xalqin saqlar uchun, suv bo'lmasin uchun o'zin sotdi deb aytib bo'lar endi. Urus pochasini saqlar uchun tatarlarning. Ondan so'ng 3-o'rinda Sadri Maqsudi u hozirgi Turkiyaning yasovchisi deb aytib bo'lar endi. Chunki u Atatürk bilan birga ular yasadilar uni. G'oyaz Ishaqi u Tataristonning ozodligi uchun edi, eriklik uchun chiqqan. 1-o'rinda Musa Jalil, chunki bizda bilamiz u tatar kulturasin, balki u propaganda bo'lgan, u sovetlar uchun bo'lgan uchun. Chunki qaybilar shiylar u mana shu Idil Ural Tataristonning natsionalistik ideyalarida yasagan. Mana shu qizg'aybilar bor. Haliga vaqtda eng 5 influence kishi 5-o'rinda Alsu. Balki men ChatGPT bilan big kelishmayman. Ondan so'ng 4-o'rin Rinat Ahmetov, eng boy kishisi. Salovat Fathidinov, populyar artistlarning birisi. Irina Shayx, balki ham 1-o'rinda Rustam Minixanov. Mening do'stim Minixanov Rustam. Chunki u Tataristonning iqtisodi, siyosati ham tatar xalqi uchun shigatran kishi endi. Aytamiz, hozir qaraymiz eng 5 top tatar jaran. Top 5. Mana ChatGPT necha o'ylay eng top 5 nindi ekan. 5-o'rin Aybulbum. Yaray. Diriz. 4-o'rin Qumburan.
Үйde yatıp bulamı. 3-nji orun Alluki. Aha. Bular kübreklери folklары, şunday halk jırlары. Qar urman. Hem tuğan tel Abdullah Tukay'nın. Tuğan tel, imator tel, ötkemen kemnen teli. Dünyada köp nerse bildim, seni tuğan tel arkalı. Dünyada nerse bildim, seni tuğan dil arkalı. İngilek bu dil bilenen kem bişekte kilegin. Onları tümler boyu kem hikayet sileyen. Onları tümler boyu kem hikayet sileyen. İyi değişik onusuna. Top 5 Tatar 20 yaşa kadar. Qaribas. Alina Zagitova. Kim ol? Olimpik figur şuvchisi indi. Данил Садриев bu секирүүчү атлет анысы да. Üçüncüsü Ruzil Minikаев. Пум. Егіт сөзінен. Анарсың кім бізде онда? Адыля Петросян. Ол да шушы бойынша ақырысы. Ләкин Петросян ол әрмен түгіл ме? Һәм Камила Валиева анысы да и ансын мен ишеткенім бар. Бу формат ошаса, миңа күбрәк аның турында языгыз. Чөнки минем әле идеяларым күп. Топ 5 татарча әйберләр ясарга. Язылыгыз каналга, лайклар куйгыз. Сезнең белән Мидем, Айназ. Сау булыгыз. Сау бул. Кринж.